Assalomu alaykum uloq ko'pkari muxlislari. Bugun 5-fevral 2026-yil. Vodiy otozlari uloq ko'pkarisiga yetib keldik. Zarkent yangi qo'rg'on otlari. Qaysi ot bu? Akula. Nomi nima? Bu o'zidagi. Bunga hali nom qo'ymadi, yangi. Ha, yangimi? Bunisi-chi? Akula. Akula. Barles loqadli ot ekan. Katta oti? Hoji aka. Kim? Qo'qon O'rmon hoji aka. Qo'qon O'rmon hoji aka otlar ekan. Turib tursin. Qo'qon bo'yida Qarajon Mavlonov. Apollon Erkatoy. Bugun uloqni Zafar hoji aka olib boradi. Hozir bilishimcha ikkita avtomobil bor sovringa. Yaxshi uloq bo'ladi. 100 ming so'm salomat keldi. Omadlarni bersin. Marra solimlariga taga ko'tarilgan. Qani mahkam bo'lay polvon, somonga yuri polvon. Harakat qiling. Qani oz qoldi, somonga yurasiz. Qani mahkam bo'lay polvon. Harakat qiling, oz qoldi, somonga kirasiz. Somonga kiring polvon. Qani o'tiravering, mahkam o'tiravering polvon. Bir qamchi solim olasiz, cho'z o'tilashgan. Solimlariga cho'pilyapti. Tashqariga chiqmaysiz, tashqariga chiqib ketsa to'xtatamiz. Mana harakat qiling polvon, harakatda. Polvon polvon. Chopma polvon, joyda qoldi faqat. Chopma polvon. Barcha polvonlarni mikrofon yaqiniga taklif qilamiz. Ot ustida o'tirgan polvonlar barchalarini mikrofon yaqiniga taklif qilamiz. Takaga teginmanglar. Teginma bir kishi. Bosoy akamizning Sarqiyon mamlakati bilan Qo'qonimizga Andijonda polvonlari Abdulaziz polvon oyoqlariga polvonlarimiz bir qancha yana bitta solim qo'shib beramiz. Abdulaziz qancha nordingiz? Voy marramizga Qozog'iston Jalolobod Musohar akamizning Sarqiyon mamlakati bilan Andijonda polvoni Abdulaziz polvon. Polvonlar barchalaringizni mikrofon yaqiniga taklif qilyapmiz. Pastki marramizda turgan polvonlar Rahimjon Qoraka. Gapni gap qilib qulog'iga oladi. Vodiy otozlari uloq ko'pkarisi barchamiz jomijon bo'lib mana shu Namangan viloyati To'y tumani Mirlar maydoniga jomijon bo'lib turibmiz. Vodiy otozlari uloq ko'pkarisining 8-an'anaviy uloq ko'pkarisi. Bugungi uloq ko'pkarimizga salomat kelgan barcha aka-ukalarimiz, muxlislarimiz, solimlarda kelgan hammalaringga Jasurbek nomidan, vodiy xalqi nomidan chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Ilohim yurtimiz tinch, yurtimiz obod bo'lsin. Yurtimizda mana shunaqangi uloq ko'pkarilar davom etsin. Bu uloq ko'pkarimizga Jasurbek ukamiz bosh solimlarimiz jomijon qilindi. Hadiya qilib ihson qilgan aka-ukalarimizdan barchalaridan Alloh rozi bo'lsin. Bugungi uloq ko'pkarimiz
Jasurbek ukamizning nomidan chopilyapti. Mana shu uloq ko'pkarimizda yaqindan yordam bergan Boburjon ukamiz, Namangan top mana shu maydonda seksiya rahbarlari Abdurasul ukamiz, bu insonlardan Alloh rozi bo'lsin, Hoji Bomiz o'g'illari. Bugungi uloq ko'pkarimizda mana shunday qonun qoida kiritilgan. Buni Bobur aytib o'tadi hozir. Davlatlar, polvonlar, sizlar ham eshitinglar, bayroqchilar polvonlarga tegishli. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, polvonlar, o'tozlar, topga xush kelibsizlar. Mana bu maydonda chiroyli uloqlar bo'lyapti. Hammalar guvoh bo'lyapsizlar. Xudo xolasa bu uloqimiz ham chiroyli bir fayzli bo'lib o'tadi degan umiddaman. Hammalaringga kuch-quvvat, omad. Bitta talab bo'lyapti. Mayli aylantirsin, aylantirgandan keyin polvonni chiqarib o'zini yakilatib qo'yib yuborsin. O'shanga mana shu narsaga qattiq turasizlar. Duo belgilarimiz o'zi nazorat qilib oladi. Hammaga kuch-quvvat, omad. Sog' bo'linglar. Xo'p, bu aylantirishga biz ruxsat oldik. O'zi asli aylantirishim yo'qolyapti. Bu Bobur bilan meni gapim emas. Respublika uloq ko'pkari federatsiya rahbarlarini gaplari. Ot taka maydondan marradan chiqqandan keyin yetalamaymiz, qo'yaramiz. Hisoblamaymiz, rivojidir. Xo'p. Hisobjon, eshitilarga eshitdingiz, yetalab kelganga bermaysiz. Keyin polvonlar, sizlardan iltimos, bu uloq ko'pkarimiz to'ydiki emas, ko'pniki. Shuning uchun 11 bo'lib qolsa, taka marraga kirmay qolsa, barvalik duombeylarimizni kallasini qotirmaydi. Elmurod polvon o'g'illari Sherxon, Muhammadjon polvon, Marolim polvon, Javohirdagi 20-yanvarda yechilgan, qolgan sanab o'tgan polvonlarimizning qizili 1-fevral kuni yechilgan. Qaytarilmasin, qaytarilsa ichki ishlar xodimlari ommaviy tadbirda buzganligingiz uchun qattiqroq chora ko'radi. Biz qonun ustuvor davlatda yashayapmizmi, qonunga bo'ysunaylik. Hamma polvonlarga omad tilaymiz. Qorakamiz bir chiroyli qilib duo qilishadi. Undan keyin ularimizni boshlaymiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
Parvardigorim o'qilingan muborak kalomingdan qilayotgan ihsonlardan hosil bo'lgan savoblarni avvalambor janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruhlariga va u kishining oila ahli ruhlariga diyorimiz o'tgan jamiki mu'min mu'mina muslimalar duoga qo'l ochganlardan tarafdan o'tganlarni barchalarini xosatan mana bu ulug' ko'pkarimizga hissador bo'lganlar xizmat qilganlar tarafdan o'tganlarni barchalarini yotgan joylarini jannat bog'cha qilgin, o'zlarini umrlarini ziyoda rizqlarini ulug' bandalaringdan qilib qilgan ihsonlarini qilgan xizmatlarini Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida boshlariga soyabon qilgin. Bugungi ulug' ko'pkarimizga kelgan polvonlarimizga kuch quvvat g'ayrat ato etib mingan otlari surilmasdan qoqilmasdan yaxshi marralarda qilishlikni Alloh subhanahu va taolo nasib ro'zaylagin. Bugungi ulug' ko'pkarimizga xizmat turgan mana bosh bo'lib turgan Jasur akamiz ham tanijonlarni sog'i salomat qilgin, martabalarini ziyoda qilgin, tepalarga ota-onalarning tanijonlarini sog'i salomat qilgin, o'tganlarni oxiratni obod, hayot turganlarni umr rizqiga baraka berib, o'ylagan yaxshi ezguliklarni yetkazgin Parvardigorim. Oqibatlarimizni xayrli qilgin. Hamma polvonlarimiz, o'tvozlarimiz bugungi ulug' ko'pkarni tinchlik, xotirjamlikda o'tkazib nasib ro'zaylagin. Bugungi ulug' ko'pkarimizda Parvardigorim xizmat turgan avvalo mana bu tepamizda turgan yurtboshimizni tanajonlarini sog'i salomat qilgin. Tuman hokimliklari, hamma ichki ishlar xodimlari ham tanajonlarini sog'i salomat, martabalarini ziyoda qilib, bugungi ulug' ko'pkarimizni eson omon xursandchilikda, tinchlikda, xotirjamlikda o'tkazish nasib ro'zaylagin. Allohumma zakkirna minhu ma nasina va allimna minhu ma jahilna va rzuqna tilawatahu ana al-layl wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Biroz to'xtab turamiz. Mana shu hamma ulug' ko'pkarini chiroyli qilib boshqarib turgan mana bu Zafarjon akamizni ozgina mushkullari bor. O'g'illarining haqqiga, o'g'illari betob banisida yotishdi, duo so'rashgan. Ilohomin bir duo qilaylik. Mana bu Zafarjon akamizni avvalo o'zlarining tanjonlarini sog'i salomat, martabalarini ziyoda qilgin Parvardigorim. Ko'pga berganlar qatori ko'p dardmanlarni dardlarga shifoyi kulli karam bergin. Shular qatorida bu hoji akamizni ham o'g'illarni dardlariga shifoyi kulli, shifoyi ojlar ato qilib Parvardigorim uzoq yillar ota-onalarni ko'z quvonchi bo'lib, ota-onalarni xizmatlarini qilib, duosini olib yurish nasib ro'zaylab, tanijonlarni sog'i salomat, martabalarini ziyoda qilib bergan dardingni Alloh subhanahu va taolo hayotli davrda qilgan kamchiliklarga kafforat qilgan bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasanah va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Xudoga rahmat, salomat bo'ling. Bugun yuqori marramizga tashlab yurasiz. Birinchi marra soliqlarni e'lon qilamiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Qani polvonlar takamiz pastki marramizga borib tushadi. Yuqori marramizga birinchi avtomobilga chopasiz. Harakat qiling polvonlar. Farg'ona Yormozor Dilshodjon G'ojining avtomobili. Shuhratsan Qorabayir sen Hojibimizdan salim keldi. Bo'ldi xafalar. sen Allohning rahmatisan. Sohibjon akamiz takalarimizni chiroyli qilib tayyorlagan Sohibjon akamiz qani avtomobil omadlarini bersin polvonlarimiz. Sohibjon akamiz takani tashlab berdi. Tanlovlarni beravering, tanlovlarni tezlashtirib. Ikkinchi marra solimlari bir gilam bilan borasiz. Bir sarka solim bilan qaytasiz. Tanlovni beringlar. Almashtirib qo'ydik Sohibjon. Bag'dod cho'limiz Shuhratjon akamizning Shirron davlati bilan Alisher polvon Qo'qon Uchko'prik Tojik qishloqda polvoni. Bag'dod cho'limiz Shuhratjon akamizning Shirron davlati bilan Abduqodir omadlarini bersin, takani ko'tarib bergan polvonimiz.
telefon nomer bizda bor. Mashinani lekin olib kelishga sharoit bo'lmadi. Farg'onadan olib kelinadi. Mana tez pasporti kaliti sizlarda. Qo'l olsin, omadlarini bersin polvonlarimiz. Uchko'prik Gumbaz Ilhomjon akamiz Erkatoyi bilan Xolmatjon polvon birinchi takamizni tashlab bergan polvonlarimiz. Dadalarining oti bilan omadlarini bersin polvonlarimiz. Xonadan bir qo'chqor solim keldi. Faysal polvon Namangan Lola. Ahrorjon Dubayning Yaponchik nomloti bilan pastki marramizga bir sarkab bir gilam solimga tashlagan polvonimiz. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Qirg'iziston Baysal. Qani qori marramiz qani polvon mahkam bo'ling. Qani polvon harakat qiling. Yuqori marramiz Duanbeylarimiz 11 ko'rsatyapti. Pastki marramizga Baysal polvon Qirg'iziston. Namangan Lola Ahrorjon Dubayning Yaponchik nomloti bilan tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Sen O'zbekning shuhratsan Qarabayir. Duanbeylarimiz. Sen yigitning davlatsan So'xjon. Pastga chopaylikmi, hisobladingizmi? Pastga choping polvon. Pastga chopamiz, pastga choping. Pastki marramizga bir samakat, yuqori marramiz bir gilam solimga choping. Qani harakatingiz qilasiz. Yuqori marramiz polvoni. Dang'aradan Ilyosjon Hoji akamizning yangi burgut nomloti bilan Abdullohning dadalari Ilyosjon Hoji akamizning yangi burguti bilan Nozim Hoji aralari qulli bo'lsin, omadlarini bersin polvonlarimiz. Abdulloh ukamizga ham qulli bo'lsin. Yuqori marramizga bir sarka solimga tashladi. Bir sarka solim berasiz. Pastda turgan yuqori marramizda turgan polvonlar. Zamonni ochib qo'ying. Zamonni bo'shatib qo'ying. Birer o'zbeklar, chavandoz to'plab bir yon, uloq birer o'zbeklar, boshida to'y zavqini Pastki marramizga Kemal polvon, Farg'ona Xololdi polvoni, Istanbul bilan Farg'ona Qo'shtepa To'radodoning Istanbul nomloti bilan omadlarini bersin Dubai ot egalari. To'radodamizning Istanbul nomloti bilan bir samakatga tashlagan polvonimiz. Farg'ona Xololdi polvoni Kemal polvon nomloti bilan qani qori marramizga onosh polvon mahkam bo'lasiz. Bir gilam solim olasiz. Qo'qon Yaypon Murodjon akamiz o'g'illari onosh polvon. Qani Somonboch. Harakat qiling. Tomonga yaqinsiz. chavandoz yigitlarga Umr bo'ldimi? Zo'roq aylantirib choping polvonlar. Somonni ochib tursalaring yigitlar, sizlardan iltimos, polvonni mehnatini kuydirmaylik. Zo'roq aylantirib chopasiz. Yuqori marramiz 11 bo'ldi. Qani O'zbek polvon harakat qilasan. Qani O'zbek. Qani aylantirib solasan, aylantirib yuqori marraga chopilyapti, yuqoriga choping. boshlanadi. Madad bo'layin, jurang bo'layin. Qani O'zbek polvon, To'raqo'rg'on Saroy. Chavandoz yigitlarga So'xjon tushdimi?
Yana 11 mi? Yana 11 bo'ldi. Jonchi boshida aytganimda ana shu salonda o'rnini eski joyiga yoyinglar dedi. Palonlar chalg'iyapti. Mana 3 ta kelgan biz uchalasi ham chalg'idi. Qani Er-yigit, bilaklaring kuchga to'lsin-a. Uloqni chopgan Nasibek kelib ketasa, omad seniki bo'lsin-a. Qazmagin sher yigit, omad seniki. ana 4-marra solimlarigacha borasiz. 4-marra solimlari. Hozir shuni hal qilamiz. Xo'p. Farg'ona Toshloq Rahmatullo Hamidullohlarning Almos nomloti bilan Namangan Yangiqo'rg'on Mo'g'olda polvoni Marmirza polvon o'g'illari Azbek polvon aralari qo'llab bo'lsin, omadlarini bersin. Rahmatullo Hamidullohlarning Almos nomloti bilan tashladi. Farg'ona Marg'ilon Toshloq tadbirkor ukalarimiz Rahmatullo Hamidullohlarning Almos nomloti bilan tashladi. Qani qori marramizga chiroyli ko'tarildi, qani polvon mahkam bo'lay. Somondochi bayroqdor intir olasiz. Qani mahkam bo'lasiz. Farruh. Chiroyli keldi Farruh polvon yuqori marramizga. Ko'pkarimizning 5-marra solimlari. Bir samakat pastki marraga chopasiz, bir sarga yuqori marramizga choping. Marg'ilon Mirzo Xo'ja akamizning baraka nomloti bilan Andijon chempion polvonlarimiz Islom polvon, Andijon Xo'jobod chempion polvonlarimiz Islom polvon, Marg'ilon Mirzo Xo'ja akamizning baraka nomloti bilan tashladi. Yuqori marramiz polvoni O'rmonjon Xo'ja akamizning farzandlari Faxriddin polvon ukalari Farruh polvon yuqori marramizga bir gilam solimga tashladi. Marralari qulluq bo'lsin. Keragas Mirsodiq akamizning Merlin nomloti bilan Qo'qon 3-ko'prik Kenagas Mirsodiq akamizning Merlin nomloti bilan Farruh polvon 4-marramiz yuqorisiga tashlagan polvonimiz omadlarini bersin. Tadbirkorlik ishlariga Alloh baraka bersin. Qani polvon mahkam bo'ling. Harakat qiling polvon. Aka ko'tarilgan. Harakat qiling. Tashqariga chiqib ketmaysiz. Qaytar, takani tashlab chiqib. Hisob bo'lmaydi. Tashqariga chiqsangiz hisob bo'lmaydi. Qaytaring. Maydonga qaytarib choping. Mo'g'olda polvoni Zoirbek polvon. Harakat qiling. Zoirbek polvon Mo'g'ol. Namangan Chus. O'skanbek Furachining Yo'rrak nomloti bilan tashladi. Omadlarini bersin, bir samakat solim berasiz. Marralari qulluq bo'lsin. O'skanbek do'stimizga ham qulluq bo'lsin.
ajoyib inson bir samokatga tashladi. Bilan mahkam bo'ling. Marrani ochib qo'ying, marrani oching polvonlar. Marrani oching. Hoji Mansurjon Xo'ja akamizning nomlati bilan yuqori marramizga qani harakat qiling, polvon mahkam bo'lavering. Omadlarini bersin polvonlarimiz. 6-marra solimlari bir gilam bilan borasiz, bir samokat solim bilan qaytasiz. Taka yuqoriga kelgandan keyin tushmadimi? Sohibjon, bitta narsaga e'tibor beraylik. Somonni yoyishda ayb o'zimizda o'tdi. Endi hammanikini ham bekor qilib tashlaversak bo'lmaydi. Sohibjon, eshitib turing. Yoyinglar dedi. Endi hammani bekor qilib tashlaversak to'g'ri kelmaydi. Sohibjon, shunga e'tibor bering. O'sha eski somonni o'rnini ham araga kirgizib olaylik. Yuqori marramizga sarkaga tashlagan polvonimiz, Qo'qonning chempion polvonlari, Qo'qon chempion polvonlari Rustam Hoji, Mansurjon Xo'ja akamiz, Qo'qon Dang'ara Qiyali Qo'rg'onchi Xo'ja akamizning mashhur limon nomloti bilan bir sarkaga tashladi polvon. Polvon Tojikistonda ham chiroyli marralarda qildi. Avtomobillarga tashladi polvon. Sarka solimimiz Mansurjon Xo'ja akamizning nomidan qaytadan qo'yilyapti. Xo'ja akamizning umrlari uzoq bo'lsin, dastlariga Alloh baraka bersin. Yuqori marramizga o'sha mashhur limon bilan Qo'qon Dang'ara Qiyali Qo'rg'onchi Mansurjon Xo'ja akamizning limon nomloti bilan Rustam Hoji omadlarini bersin polvonlarimiz. Sohibjon, qarang, mana somonda 10 turibdi eski bilan. Mana shuni hisobga kirgizib o'ring ha. Qani Farruh. Taka ko'tarildi yuqori marramizga. Chos. Sherxon doktor dadalari Nosirjon Xo'ja akamizning sniper nomlati bilan Quvonch polvon, Karnonda polvoni Quvonchbek polvon omadlarini bersin. Erkinjon akamizning farzandlari. Halollaysan Farruh, halollaysan. Bo'ldi, xo'p. Olib kelar. Takani almashtirib olamiz. Nodir harakat qil. Kel Nodir. Kingisida. Quvonchbek polvon, Karnonda polvonlari, Chos, Zugmay, Sharxonda dadalari Nosirjon Xo'ja akamizning sniper nomloti bilan bir gilam solimga tashladi. Omadlarini bersin, bir gilam solim berasiz. Birinchi pastki marramizga, yuqori marramizga yana Farruh polvon ikkinchi marrasini tashlayapti. Qo'qon Uchko'prik Sobirjondan Nasrulloh akimizning nabiralari Dilshodbek Davronbeklarning Spartak nomloti bilan Farruh polvon O'rmonjon Xo'ja akamizning farzandlari omadlarini bersin. Davronbek Dilshodjonlar ham el suygan farzandlar bo'lsin. Azxon akamizga ham qulluq bo'lsin. Xonadonlarda xursandchilik kunlar bo'lsin. Farruh polvonni solimini beramiz. Voy, beringlar tez, nimaga kutyapmiz? Zafarjon, qarang. Sal pastga tushib bosh. Akamlar boslar, to'xta, Tarmazbek, kela qoch anaqa. Chopori yigitlar. Chopasiz
pastki marraga choping, birgalam yuqori marramizga chopasiz. Choping polvon. Nodirjon polvon, omadlarini bersin polvonlarimiz. Ma'lubi 121 xotigalari Odiljon hojakamizga ham qullab bo'lsin. Nodir polvon hojakamiz solimlari bilan kelgan. Omadlarini bersin, dastlariga Alloh baraka bersin. Kitmas davlat rizqimiz uchun shukr. Navbatdagi marramiz chopasiz. Bir sarka pastki marraga chopasiz. Birgilam yuqori marramizga chopasiz. Chorvalarimiz shukrlar. Polvondan ham solim keldi. Omadlarini bersin Andijon Islom polvon. Chempion polvonimizdan $100 solim keldi. Chopmay. Chopmay o'tirasiz. Faridin tursa o'tirasizlar. Ora. Turdimi? Choporamiz. Şükürler qilaylik, şükürler. Shirmaynoq qaymog'imizga, tiniq suv bulog'imizga, oltilga teng tuprog'imizga, şükürler qilaylik, şükürler. Tegmasin. Cho'yimiz. Shohratjon akamizning Sharron millati bilan tashlagan birinchi avtomobilimiz Marg'ilon Dilshodjon hojakamizdan kelgan solimga omadlarini bersin. Alisher polvonga ham omadini bersin. Jasurbek bu tomonga aylantirib tashlanglar. Yo'q, endi katta qilib olavering. Bo'ldi, ha. O'ng tomonda ochiq joy bu. Qo'qon Mahsudjonning mustoyn avlodi bilan Hamiyodigar jon mahkum. Farzand talablari bor. Dardmanlarni dardmoniga shifo yo'qlik karam bergin. Mushkulotlari borlarni mushkulda o'zing oson qilgin, qarzdorlarga o'zing najot bergin. Mana bu ehson ulug' ko'plarimizga ehson qilganlar bor yaxshi niyatda. O'zlari farzand so'ragan, yora birodar do'stlariga farzand so'raganlar bor. Avvalo hamma farzand talabiga Alloh subhanahu va taolo o'zing ko'rganda ko'zlar quvonadigan, zabardast qori zabardast olim bo'ladigan, el yurtda koriga yuradigan o'g'il qiz farzandlar bilan siylagin, dardmanlarni dardlariga shifo yo'qlik karam berib, Alloh taolo hammamizni hayotlik davrimizda o'zingdan o'zga muhtoj qilib qo'ymagin. Bi rahmatika ya arhamar rohim. Rahmat. Qani marramas. Qani polvon mahkam bo'lasiz. Navbatdagi 8-marra solimlari bir samakat pastki marramizga chopasiz. Birgilam yuqori marramizga Cho'rni Akola nomloti bilan bir sarka solimga tashlagan polvonimiz Qo'qon Uchko'prik Tursun polvon nabirasi Bahodir polvon. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Qo'qon Uchko'prik Tursun polvon nabiralari Bahodir polvon. Qo'qon Bag'dod Oybek doktorning Cho'rni Akola nomloti bilan tashladi. Yuqori marramizga Zohidjon polvon. Qo'qon G'iyosxon hojakamizning o'g'illari Zurriyatjon hojining imperator nomloti bilan Qo'qonda polvoni Zohidjon polvon hoji bobomizning nabiralari omadlarini bersin. Yuqori marramizga bir gilam solimga tashladi. Qo'qon Avazbek hojakamizning farzandlari Zurriyatjon hojining imperator nomloti bilan Zohidjon polvon yuqori marramizga tashladi. Pastki marramizga Qo'qon Uchko'prik Bahodir polvon Bag'dod Oybek doktorning Cho'rni Akola nomloti bilan bir sarka solimga tashladi. 8-marra solimlari bir samakat bilan borasiz, bir gilam solim bilan qaytasiz. Tanyoboy! Marranochi yoboy!
Chiroyli keldi Aboy Qozog'iston. 9-marra solimlari. Farzandlari Zuriyojiyanning legenda avlodi bilan to'g'rigan Husniddin polvon. Omadlarini bersa polvonlarimiz Qo'qo Avazbek hoji akamizning farzandlari Zuriyojon hojining legenda avlodi bilan to'g'rigan Husniddin polvon. Aralari qulli bo'lsin, omadlarini bersin. Odiljon hoji akamizning Erkatoy avlodi bilan Aboy polvon Qozog'iston. Aboy polvon Qozog'iston yuqori marramizga bir tamchi, bir gilam solimga tashladi. Omadlarini bersin. Odiljon hoji akamiz Namangan Erkatoy avlodi bilan tashladi. Hoji aka qulluq bo'lsin, omadlaringizni bersin. Dastingizga Alloh baraka bersin. Aboy polvon ham chiroyli keldi. Qani Farruh! Qani Farruh mahkam bo'lasan, bayroqdor intir olasan, Farruh polvon bayroqdor intir olasan. Bayroqqa yurasan, Farruh bayroqqa yurasan. Qani somondasan. Bir gilam pastki marramizga choping. Bir to'pos. Falahon Lozxondan kelgan to'pos. Yuqori marramizga chopasiz. Pastki marramiz polvoni Adham polvonning o'g'illari Qo'qon Uchko'prik Guliston, Diyorbek polvon, Yangi Qo'rg'on Davronbek Oybeylarning Titon avlodi bilan Qo'qon Yangi Qo'rg'on Davronbek hoji Oybek hojilarning Titon avlodi bilan omadlarini bersin Diyorbek polvon. Pastki marramizga bir samakatga tashladi. Arralar qulluq bo'lsin, omadlarini bersin. Oybek hoji, Davronbek hojilarning Titon avlodi bilan pastki marramiz polvoni Diyorbek polvon. Bir gilam pastki marramizga chopasiz, bir to'pos yuqori marramizga chopasiz. Akalarimiz bo'lsa Beshariq qadar borib takalarda olib kelgan ukamizga Vodiy otvozlari nomidan bir televizorni sovrin qilib beryapmiz. Sog'imjon mehnatingizga rozi bo'lasiz. Qo'qon Uchko'prik Kenagas Rajab hoji akamizning Amazon kanallari bilan Farruh polvonning 3-marrasi. Farruh bugun qayradi, ko'z tegmasin, mashalloh. Farruh polvon Qo'qon Uchko'prik Kenagas Rajab hoji akamizning Amazon kanallari bilan 9-marramiz yuqorisiga bir gilam solimga tashladi. Marralari qulluq bo'lsin, omadlarini bersin. Rajab hoji akamizga ham qulluq bo'lsin. Birlarini minglardan g'oyiba xazinani o'zing to'ldirib, qiyomat kuni boshlariga soyabon qilgin. Robbana atina fid dunya hasanah va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rohimin. Qanigina jo'xololmay. Ularga chopamiz. 11-marra solimlari bir samakat pastki marramizga chopasiz. Qo'qon ot anjomlari Mo'minxon ukamizni solimlari ot anjomlariga chopasiz.
Yuqori marramiz polvoni, Qo'qoni Yaypanda polvoni Bunyod polvon, Farg'ona Beshariq Rapiljon hoji akamizning asr nomloti bilan bartopos solimga tashlagan polvonimiz Bunyodjon polvon. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Qo'qon Beshariq Rapiljon hoji akamizning asr nomloti bilan bir solim, bir to'pos solim berasiz. Pastki marramizga Qo'qon Uchko'prik Tojik qishloqda polvoni Yodigarjon polvon, Qo'qon Uchko'prik Naymas Qahramonjon hoji akamizning Kosmos nomloti bilan bir gilam solimga tashladi. Ahrorjon hoji akamizning shogirdlari Yodigarjon polvon otasini ham Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Marralari qulli bo'lsin. Pastki Lion nomloti bilan marralari qulli bo'lsin. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Lion nomloti bilan tashlab keldi. Olimjon hoji akamizni ham dastlariga Alloh baraka bersin. Polvonlari somonda oching. Tanirjon hoji bayrodor intirolasiz, bayrodor intirolib bering. Bayrodor intirolasiz, bayrodor intiroling. Qani o'z qo'lga mahkam bo'laveray. Qara harakat qilasiz. Harakat qiling polvon. Tashlamang. Akani turgan joyini ko'rmang Sobirjon bitta ko'rib keyin qaror chiqaring. Siz bir samokat qaytasiz, bir kirish mashinasi. Harakat qiling polvonlar. Qo'qon Dang'ara Ganjiravon Odiljon hojining Zallattoy nomloti bilan Ravshan hoji omadlarini bersin. Qo'qon Ganjiravon Odiljon hojining Zallattoy nomloti bilan ot anjomlariga tashlagan polvonimiz Ravshan hoji pulli bo'lsin. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Odiljon hojiga ham pulli bo'lsin. Yuqori marramiz kir mashina solim olasiz. Kir mashina solim olasiz. Och marrani. Sherxon polvon pastki marramiz polvoni Sherxon polvon 11 bo'ldi aylantirib chopdi. Kir mashinani 11 bo'ldi zo'rroq aylantirib chopasiz. Qo'qon Uchko'prik Beshkapa Dilshodjon do'stimizning To'riq Qashqa nomloti bilan pastki marramizga bir samakatga Elmurod polvonning Kenjatoy o'g'illari Sherxon polvon yuqori marramiz 11 bo'ldi. Zo'rroq aylantirasiz. Zo'rroq aylantirib chopasiz. Sherxon polvonga ham pulli bo'lsin. Dilshodjon do'stimizga ham pulli bo'lsin. Pastki marramizga Elmurod polvonning farzandlari chempion polvonimiz omadlarini bersin. Zo'rroq aylantiring polvon. Qani Ikrom polvon. Harakatda Qashqardik polvoni Ikrom polvoni zo'rroq aylantirasiz. Somonga kirasiz. Qani. Harakat qiling. Bu ham somon. Jasurbek baqa kelib keting.
ko'rib turibman, ikrom nima qilay endi? Bayroqchimiz turibdi. Men ko'rib turibman hamma narsani. Somonga tushyapti. Jasurbek kelib keting. Jasurbek kelib keting, Jasurbek. Pastga tushing. 11 bo'lgan. 11 bo'lgan. Duanbegimiz 11 ko'rsatyapti. Endi bizda edi. Hozir Jasurbek kelsa hal qilamiz. Qani Qurbonbek, somonga kirib tashlaysan. To'xtay, jim turinglar. Jasurbek. Bayroqchi ko'rsatgan somonga tashlagandiki hisob ekan. Meni kechirib qo'yasizlar. Qurbonbek polvon, Farg'ona Yormazor, Dilshodjon hoji do'stimizning Spartak nomloti bilan tashladi. Qurbonbek polvon, Namangan To'raqo'rg'onda polvoni, Farg'ona Yormazor Dilshodjon hojining Spartak nomloti bilan tashladi. Bir kir mashina solim berasiz. Avtomobil solim olib kelgan do'stimiz Dilshodjon hoji akamizga qo'llab bo'lsin, mana kir mashinani xolosalang olib ketinglar, xolosalang tugagandan keyin olinglar. Navbatdagi marramiz 13-marra solimlari. Bir samakat 100 ming so'm pastki marraga chopasiz, 1 gilam yuqori marraga chopasiz. Yuqori marramizga taga ko'tarilgan. Somondek. Och somonni polvonlar, och, somonni ochib qo'y, polvonni mehnati kuyyapti. Somonni ochib, bayroqchining oldini ochib qo'ying. Qani. Harakat qiling. Yuqori marramizga chopilyapti, harakat qiling. Lochin polvon. To'g'irg'on Kozimdek akamizning 5 qashqa nomloti bilan bir samakat 100 ming so'mga tashladi polvon. Aralari qo'llab bo'lsin, omadlarini bersin polvonlarimiz. To'g'irg'on Kozimdek akamizning 5 qashqa nomloti bilan tashladi. Baralari qo'llab bo'lsin, Kozimdek akamizga ham qo'llab bo'lsin, bir samakat 100 ming so'mga tashladi. Navbatdagi marramiz bir samakat 100 ming so'm bilan borasiz, 1 gilam 100 ming bilan qaytasiz. Qo'ng'irot Muqdam qassobning Biroq nomloti bilan Alosh polvon yuqori marramizga 1 gilam solimga tashladi. Farg'ona Yaypon Murodjon akamizning farzandlari Alosh polvon Qo'ng'irot Muqdamjon qassobning Biroq nomloti bilan tashladi. Taka ko'tarildi, yuqori marramizga taka ko'tarilgan. Bayroqni oching. Qani mahkam o'tiravering polvon, bayroqdan intira olasiz. Bayroqqa yuring polvon, bayroqdan intira oling. Bayroqdan intira olib chopasiz. Halollay polvon. Bir gilam pastga choping, bir sarka yuqori marramizga choping. 1 gilam pastga marramizga chopasiz. 1 gilam yuqori marramizga chopasiz. Pastga marramiz polvoni Bekmurod polvon.
14 marra solimlari chopilyapti. 13 marra solimlari Barsamokat 100 ming so'mga Bekmurod polvon, Elmurod polvonning shogirdlari. Qo'qon Dang'ara Qumqiyoli Ramazon akamizning nomus ko'k nomloti bilan qaytaring, muxlislarga alohida bermang, qaytarib oling, pastga maydonda cho'ping. Qo'qon Dang'ara Qumqiyolidan Ramazon akamizning nomus ko'k nomloti bilan pastga marramizga Bekmurod polvon Barsamokat 100 ming so'm solimga tashladi. Tomchini bosib olmas, yerga tegmas kuraging, kuchga to'lab bilaging. Tarixiy marramizga taga ko'tarilgan. Qani polvon chiroyli kelyapti. Dengiz tulporlari maydon egalari. Qani mahkam bo'lasan. Ajoyib keldi polvon, ajoyib keldi. 15-marra solimlari $100, pastga chopasiz $200 yuqori marramiz. Chopi polvon Abdulloh Hojiboyimizni solimlariga chopasiz, Karramalot egalari. Qani harakat qiling polvonlar, pastga marramizga Cho'lponbek polvon. Bananay Murodjonning Gagarin nomloti bilan Cho'lponbek polvon pastga marramizga 1 gilam solimga tashladi. Maralari qulli bo'lsin, omadlarini bersin Cho'lponbek Murodjon tadbirkorning Gagarin nomloti bilan yuqori marramizda polvoni dengiz tulporlari maydon egalari Lochin polvon o'sha mashhur dengiz bilan Abdurashid Hojibomizning dengiz nomloti bilan bir sarka solimga tashlagan polvonimiz Lochin polvon Abdurashid Hojibomizdan ham 2 sarka solim kelgan, omadlarini bersin polvon. Pastki marramizga $100 solimga Hamdam polvon tashlab kelyapti. Omadlarini bersin. Qo'qi polvon nabirasi Hamdam polvon, Buvoyda Ahmadali Abdulloh Hojiboyimiz Karabul ot egalarini solimlariga Hamdam polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Mo'monjon dadalari tulpor ot anjomlari, Mo'monjon do'stimizning dadalari Obidjon hojakamizning otlari bilan Apache nomloti bilan Obidjon hojakamizning Apachisi bilan $100 ga tashladi polvonimiz. Qani $200 yuqori. Qani harakat qiling polvon, $200 solim olasiz. Harakat qiling. 17-marra solimlari. Qani polvonlari harakatingizni qilaverasiz. 16-ni chopamiz. Bargilamlar pastga chopasiz. Gurkilish ot egalarini solimlari. Nortiyani puliga chopasiz yuqori marramizga. Nortiyani puliga yuqori marramizga chopasiz. Bargilam pastga chopasiz. Biz otiga xalaqit qilmayapmiz. Biroz gapirib qo'ying. Biroz gapirib qo'ying bo'ldi. Yangi bor. Biroz aytib qo'ying. Ulug'bek polvon Namangan yangi qo'rg'on Bahromjon hojakamizning Akola nomloti bilan Namangan Zarkent oti Bahromjon hojakamizning Akola nomloti bilan Ulug'bek polvon Abdulloh hojakamizning $200 solimiga tashladi. Anosh polvonda akalari, Murodjon akamizning farzandlari
omadlarini bersin. Polvonlarimiz 200 dollar solimga tashladi. Bir gilam pastga chopasiz. Bir Nortiyani puliga yuqori marramizga choping. Nortiyani puli Herkules ot egalarining solimlariga choping polvonlar. Nortiyani puli ko'tarilgan. Qani Nortiyani puli. Qani polvon mahkam bo'lavering, mahkam bo'lavering. Qani Tayfun bilan chopma polvon taka joyida qoldi. Takani almashtirib olamiz. Chopmang polvon, taka joyida qoldi. Ko'prik Kenagaz G'ayratjon aka choyxonachining Tirrasabchik nomloti bilan Bekzod polvon, Elmurod polvon o'g'illari Bekzod polvon bir gilam solim berasiz. Oralari qulluq bo'lsin, omadlarini bersin. To'xtab turing, takani to'xtab turing. Nodir hozir e'lon qilaman, ha? Pastki marramizda maydonda taka ko'targan polvonga zo'ravonlik qilayotgan polvonlar. Eshitib oling. O'zingizni bosib oling yoki mana bu yerga kelib bizdan ro'yxatdan o'ting. MMAga jangga borasiz. Qurbiyatingiz yetadimi? Pastki marrada turgan polvonlar. To'polangda uyushtirib turgan polvonlar sizlarga tegishli. Hozir shuni gapiryapman, shuni hozir. Hozir shuni gapiryapman. Nodir polvon, Namangan Baskiyot Nozimjon akamizning Tayfun nomloti bilan Nortiyani puliga tashlagan polvonimiz Abdurashid Hojibomizning nabiralari Almardon polvonning o'g'illari Namangan Baskiyot Nozimjon akamizning Tayfun nomloti bilan Nortiyani puliga tashladi polvonlarimiz. Omadlarini bersin Almardon polvonda farzandlari. Otingda optiri. Otingda anaqa optiri. Uni bola tashlab beryapti. To'chi. Mana bola takani tashlab beradi. O'ynab turasanlar shu yerda takasini ilib qochishdi. Gilam yuqori marramizga chopasiz. 2 samakat pastki marraga choping. Bir gilam yuqori marramizga choping. Marramizga Qo'qonuchga Birlik Kenagaz G'ayratjon aka choyxonachining Tirrasabchik nomloti bilan bir gilam solimga tashladi. Yuqori marramizga dengiz to'lporlari maydon egalari Abdurashid Hojibomizning nabiralari Nodir polvon, Namangan tuman Baskiyot Nozimjon akamizning Tayfun nomloti bilan bir Nortiyani puliga tashladi. Yagilar Faxriddin polvon Andijon Shuhratjon hoji akamizning Yagilar nomloti bilan Andijon marhamatli polvoni Faxriddin polvon Lamarjon akamizning farzandlari Andijon Asaka Shuhratjon aka Aliyevning Yagilar nomloti bilan omadlarini bersin, bir samakat bir sarka solim berasiz. Maralari qulluq bo'lsin, hoji akamizga ham qulluq bo'lsin. Shuhratjon hoji akamizga ham tabrik.
yuqori marramiz ko'tarildi. Bayroqdor intiloli polvon, bayroqdor intilolasiz. Qani Ravshan hoji. Qani bayroqqa kirasiz. Somonga kiring, bayroqqa kiring polvon. Navbatdagi marra solimlari bir gilam bir samakat bilan borasiz. Bir samakat bir sarka solim bilan qaytasiz. Samalarga uchardi, yonini o'psam ko'z cho'kib. Yurtimizning sevgili hofizi Xurshid aka Rasulovning Taykon nomloti bilan yuqori marramizga Ravshan hoji omadlarini bersin. Xurshid aka Rasulovning Taykon nomloti bilan tashladi. Albatta Kosmos otimizda o'g'li bolasi Rafiqjon hoji akamizning otlari Kosmos otimizda bolasi bir sarka bir samakat solimga tashladi polvon. Maralari qo'lli bo'lsin, omadlarini bersin. Samakatdan beramiz. Xurshid aka Rasulovga ham Jamshidjon akamizga ham qo'lli bo'lsin. Jamshid hojiga ham qo'lli bo'lsin. Omadlarini bersin. Bir gilam bir samakat bilan borasiz. Bir sarka bir samakat solim bilan qaytasiz. Ko'pkarimizning 19-marra solimlari cho'qilyapti. Yuqori Almardon polvon, dengiz tulporlari, ota-bobolar sulton bilan keldi Almardon polvon. Takan almashtiramiz yigitlar, takan almashtirib olamiz. Assalomu alaykum. Namangan viloyat hokim bo'mizning sulton nomloti bilan bir sarka bir samakatga Almardon polvon Abdurashid hoji bo'mizning o'g'illari omadlarini bersin. Lochin polvon Nodir polvonning otalari Almardon polvon sulton bilan Namangan viloyat hokim bo'mizning sulton nomloti bilan tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Bir sarka solim beramiz. Yuqori marramizga takana borib tashlab beramiz. Almardon polvonda solimini yetkazib qo'yinglar yigitlar. Beringlar mana shu ovqatni bolachaga beringlar mana shu bolaga. O'rta Osiyo chempion polvonimiz Elmurod polvon omadlarini bersin. Sharxon Behzodjonlarning otalari O'rta Osiyo chempion polvonimiz polvonlarning ustozlari Elmurod polvon omadlarini bersin. Pastki marramizga bir gilam bir samakat solimga tashladi. Furqat Odilbek akamizning patriot nomloti bilan tashladi. Fermer Odilbek akamizning patriot nomloti bilan patriot ot egalari nomidan solimlar qayta qo'yilyapti. Elmurod polvon marralari qulli bo'lsin. Chempion polvonlarimiz, ustozoda polvonlarimiz. Sog'jon qaravering. Bir gilam bir samakat Odilbek akamizning solimlariga pastki marraga choping. Bir sarka bir samakat yuqori marramizga choping polvon. Odilbek akamizga omadlarini bersin. Patriot ot egalarining solimlari Sog'jon qaraveramiz.
Abdulaziz polvon boshqa marramizga tashlab kelyapti. Bir gilam bir samakat solimga Sardorbek Xitoyning jangchi nomloti bilan tashladi. Abdulaziz polvon Andijonda polvonlari Andijon Shahrixon Sardorbek Shahrixonning jangchi nomloti bilan tashladi. Maralari qo'llab bo'lsin. Abdulaziz xondan bilaklariga Alloh kuch-quvvat bersin. Sardorbek akamizni xonadonlarida xursandchilik kunlar bo'lsin. Jangchi nomloti bilan tashladi. Samakatga chopasiz, yuqori marramiz bir gilam bir samakat solimga chopasiz. Bo'ldi. Bobur mikrofon yoniga kelib ketasiz, ha? Bo'ldi, yetkazamiz. Mirislom polvon yuqori marramizga tashlagan polvonimiz. Mirislom polvon 20-marramiz yuqorisiga bir sarka bir samakat solimga tashladi. Aziz do'stlar, Elyorjon hojining Qo'lon avloti bilan Qo'qon Elyorjon hojining Qo'lon avloti bilan tashladi. Marralar qulluq bo'lsin, Elyorjon akamizga ham qulluq bo'lsin. Toshkent Namdanak Mirislom polvon marralari qulluq bo'lsin. Toshkent Namdanakda polvoni Mirislom akamizdan 500 ming so'm solim kelgan. Omadingizni bersin. Zoirbek polvon Mo'g'olda polvonlari pastki marramizga bir sarka bir samakat solimga tashlab keldi. Zoirbek polvon To'raqo'rg'on Obidjon aka Osmon zavodning Qur'on Qashqa nomloti bilan bir sarka bir samakat solimga tashladi polvon. Obidjon aka Osmon zavodning Qur'on Qashqa nomloti bilan Mo'g'olda polvonlari Zoirbek polvon Qishlar keldi ko'proqdan Dashlarning yuqori marramizga taga ko'tarilgan O'zbekning shamoli semiz sana Yorimni aytma xo'p aytdim Yorimni aytma xo'p aytdim bir gilam bir samakat pastki marramizga choping. Bir sarka bir samakat yuqori marramizga choping. Namangan Lola Namangan Zaribdor Hakimboy hojibomizning o'g'illari Isroiljon, Ibrohimjon, Ismoiljon hojilarning Baron 798 nomloti bilan Qur'onbek polvon marhum Janish polvon nabiralari yuqori marramizga bir gilam bir samakat solimga tashladi. Namangan shahar Zaribdor Hakimboy hojibomizning farzandlari Isroiljon hoji, Ismoiljon, Ibrohimjon hojilarning Baron 798 nomloti bilan bir gilam bir samakat solimga Qur'onbek polvon tashladi. Omadlarini bersin polvonlarimiz. Qani marramizga ko'tarildi, taka mahkam bo'ling. Qani Farruh polvon marrani ochib qo'ying, polvonlar, marrani ochasiz. Qani Farruh, qani Kenagiz, qani g'alollaysiz. Bir sarka solim pastga chopasiz. Bir martiyona puliga Herkules ot egalariga choping. Pastki marramiz polvoni Farg'ona Iqbolol, Akram polvon Namangan Chus, Sokin baliq asoschilari Dilshodjon do'stimizning Qorrako'z nomloti bilan bir gilam bir samakat solimga Akramjon polvon tashladi. Omadlarini bersin.
Dilshodjon mana shu yurtni farzandi, elga, yurtga katta chempionat uloq ko'pkari bergan do'stimiz. Omadlarni bersin Sokin baliq asoschilari. Farruh Polvon marralari qo'lli bo'lsin. Qo'qon Uchko'pirlik Beshkapa Dilshodjonning, Muhiddinjonning Qur'on nomlati bilan Farruh Polvon bugun qaynadi bola. Omadlarni bersin O'rmonjon Hojibobomizni farzandlari Qo'qon Uchko'pirlik Beshkapa Muhiddinjonning Qur'on nomlati bilan yuqori marramizga bir sarka, bir samakat solimga tashladi. Dilshodjon do'stimiz otlari pastki marramizga tashladi. Muhiddinni otlari yuqori marramizga tashladi. Katta kurash bo'lar yana. Ot egalari, solimlari, qani polvonlari harakat qilasiz. Ko'pkarimizning 23-marra solimlari chopilyapti. To'ylar qilsam gulni sog'ilgan simon atrin qimsatgan. Pastki marramiz polvonlari bir sarka solimga Lochin polvon omadlarini bersin polvonlarimiz. Lochin polvon bilan Nodir Farruh polvon bugun qaynadi. Omadlarini bersin. Muxtorjon aka gilamchining boy qashqa nomlati bilan polvon pastki marramizga bir sarka solim qani yuqori. Qanilar quyoni puli Zoirbek. Oxirdan oldingi marramiz chopilyapti. Oxirdan oldingi marramiz. Bir sarka, bir gilam, bir samakat borasiz. Bir otanjomlari, bir samakat bilan qaytasiz. Oxirdan oldingi marramiz chopilyapti. Andijon Shohruxon Umidjon hojining Gurkulas nomlati bilan Zoirbek polvon bir nortiyani puliga tashladi. Andijon Shohruxon Umidjon hoji ukamizning mashhur Gurkulas nomlati bilan To'raqo'rg'on Jonish polvon nabiralari Zoirbek polvon marralari qo'lli bo'lsin. Umidjon ukamizni ham omadlarini bersin. Ajoyib inson, qadrdon do'stimiz. Laziz polvon Laztepada olib tushdimi? Andijonda men mas'ulim. Qodot talomini ketdi. Laz polvon Bag'dod Xo'shtegirmonni polvoni. Omadlarini bersin marhum Farhod polvon o'g'illari. Qo'qon Uchko'pirlik Zaynamiddin hojining farzandlari. Umarjonda, Umarjonda. Zaynamiddin hoji akamizning farzandlari Umarjonda oti bilan omadlarini bersin Laziz polvon. Bir sarka, bir gilam, bir samakat. Zaynamiddin hoji akamizning farzandlari Umarjonga ham qulluq bo'lsin. Omadlarini bersin. Qora Marjon nomlati bilan Andijonda ham hisoblamagan ekan. Bu bolalar yoshligidan boqqan bo'lyapti. 6 oyligidan boqqan o'zlari. Qanoxir! Biz ot egalarining solimlari avtomobil. Qani polvon mahkam bo'ling, mahkam bo'ling oxir. Ko'pkarimizning yokini avtomobil.
Aziz polvon Umarjon oti bilan tashladi pastki marramizga oxirda borishini. Qani polvon mahkam bo'ling, avtomobil apelsin bilan qani Qurbonbek. Savjon hisobni hisob. Xo'sh ko'rdik. Bugungi ulug' ko'pkarimiz mutlaq g'olib chempioni Qurbonbek polvon To'raqo'rg'on Namangan To'raqo'rg'on Asal choyxona Muhammadjon Xo'jakamizning apelsin nomli oti bilan bir avtomobil so'limga tashladi. Dantes Knyaz ot egalarining solimlari Marg'ilonda avtomobili To'raqo'rg'on Muhammadjon Xo'jakamizning apelsin nomli oti bilan tashladi. Marralari qo'llab salomatlarini bersin. Takani qaytga olib ketdi. Avtomobilda Qurbonbek mana shu biz orqa tomonimizda turibdi 06 avtomobil. Qabul qilib olasizlar. Jasurbek qo'llab olsin. Mana texpasport kalitni hozir topshiramiz. Qo'llab olsin. Omadlaringni bersin. Takani olib keling. Qani ilohim yurtimiz, tinch yurtimiz obod bo'lsin. Mana shu ulug' ko'pkarimizga o'zini hissalarini qo'shgan aka-ukalarimizni barchalarini ehsonlarini Alloh qabul qilsin. Xonadonlarda xursandchilik kunlar bo'lsin. To'y tomoshalar davom etsin. Amin. Allohu akbar. Sog'limlarimizni